Qora ko'zim g'azali ko'p e'tiborlida, ko'p shu xalqimiz juda ko'p e'tibor bergan. Buni to'g'risida Alibiy domla Rustamiy kitob yozganlar shu g'azalga atab. Yana ikki kishi yozgan 3 ta kitob bor shu bitta g'azalga. Endi shuni ko'pchilik sharhlagan. Hammalari sharhlagan. Erkin Vohidov ham sharhlagan ekanlar. Hammalari sharhlagan. Hammasi to'g'riga o'xshaydi. Buni bir-bilan kamsitib bo'lmaydi. Halilar sharhida endi biz ham o'z holimizcha sharhladik-da, shuni Baholi Qudrat bu mashhur buni Toshkentda To'ysh Hofiz Toshmuhammedov aytgan ekanlar birinchi bo'lib Qora ko'zimda. Bismillahirrohmanirrohim. G'aroyibus Sug'ardi 371-g'azali. Qaro ko'zim keli mardumluq emdi fan qilg'il. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Ya'ni bu bayt mana bu mardum ikkita ma'noni bildiradi-ku Forsiyda. Mardum degani odam, odamlar. Ikkinchi mardum ko'zni qorachig'i aytilar ekan. Aytiblarki, ey qora ko'zligim, odamiylik sifatini odat qilib kelgin. Ko'zimni qorachig'ini vatan qilgin. Inson bir-biriga qarasa qorachig'ida bir-birini aks ko'rinadi. O'shanga aytyapti, hamisha ko'z oldimda turginki, olamni san orqali ko'ray. Olamga to'g'ri nigoh bilan emas, san orqali nigoh bosib. Bu bitta katta hikmat borki, dunyodagi hamma yaratuvlarda Allohning san'ati, qudrati borligini ishora borda. Najmiddin Kubro 40 yil o'qib kelganlarida odamlar savol bergan ekan, 40 yil o'qib nimani bildingiz? 40 yil o'qib hech nimani bilmasligimni bildim deganlar. Yana shuni bildimki, Odam alayhissalomdan qiyomatgacha bo'lgan odamlar yig'ilib bosh qotirsa, bitta shimoliga oyoq yasay olmasligini bildim deganlar. Yo bo'lmasa bitta pashshaga qanot yasay olmasligini bildim deganlar. Bu degani Alloh taolo naqadar qudratli yaratuvchi ekanligi-yu, inson naqadar ojiz bir maxluq ekanligini angladim degan. Bitta shunga ishora bor. Yuzing guliga ko'ngil ravzasin yasa gulshan, qading niholiga jon gulshanin chaman qilg'il. Ya'ni bu betda oshiqni istagi endi ko'ngilga burilib ketyapti, ko'ngilga. Ya'ni ko'nglim bog'idagi gulshan sani yuzing guli bilan yashnasin, obod bo'lsin. Yuzingni jamolini guli bilan. Ikkinchi misrada oshiq yorni niholini, yorni qaddini niholga o'xshatyapti. Ya'ni yorni qaddi niholga o'xshatilar. Ya'ni o'sha bog'imda qaddingni niholi bilan bog'imni obod qilib turgin. Bitta endi ma'shuqaga ishorada takovaringga bog'ir qonidan xino bog'la. Ya'ni takovar deganda ot ushqur otlar tushuniladi. Itinga g'amzada jon rishtasini rasan qilg'il. Ya'ni itinga ko'p g'am chekkan, g'amda ichida qolgan meni jonimni tomirini ip arqon qilgin deyaptilar. Endi bitta hamma har xil nima qilgan, mana biz endi o'sha ota bolalardan eshitgan bitta rivoyatni shakka shuni sharhiga qo'shdik. Ya'ni qadim zamonlarda Navro'z bayramida shahzodalar, malikalar chiroyli o'sha tozi najot otlarga minib o'sha maydonda namoyish qilishar ekanda ovchi itlar bilan. O'sha holatda aytiblarki, haligi otingni g'amzay usul der ekan, bu marosimda g'amzay usul der ekan. O'sha g'amzay usul der ekan, ma'shuqani malikaga o'xshatilmoqda. Uni otingni tuyoqlariga bag'rimni qonini xino qilgan. O'sha zotli otlarga xino qo'yishar ekan tuyog'iga, chiroyli bo'lish uchun. Ana o'shalarda namoyish qilinar ekan. Shuni aytiblarki, o'sha otingni tuyog'iga xinani o'rniga meni bag'rimni qoni bilan bo'yagin deyaptilar. G'amzada oshiq jon tomirini itinga arqon qilgin deyaptilar. Jonni fido qilib yuboryaptilar-da. Firoq tog'ida topilsa tuprog'im ey charx, xamir etib yana ultoqda ko'xkan qilg'il. Ya'ni ko'xkan deganda Farhodni esga olamiz. Ya'ni mabodo o'sha Hijron tog'ida tuprog'im topilib qolsa, o'shani xamir qilginu
yana Farhodga o'xshagan o'zingni oshig'ingni bunyodga keltirgin deyaptilar. inson loydan, balchiqdan yaratildi. Loydan yaratilganligiga ishora ham bor bo'lsa kerak deydi. O'shanga ishorada. Yuzing visolig'a yetsin desang ko'ngillarni, sochingni boshdan oyoq chin ilashgan qiladi. Ya'ni ey yor deyaptilar. Oshiq ko'ngillar yuzingni visoliga yetsin desang, sochingni boshdan oyoqqacha jingalay qilgin. Ya'ni o'sha ishkan qilg'il degani jingalay degani ekan. Ya'ni oshiq soch orqali Allohning jamolini ko'radi. Batta o'sha jingalay bo'lgan soch yuzni to'sib turgandan keyin jamol yana ham qiziqarli ko'rinadi-da. Xazon sipohiga ey bog'bon emas moni. Bu bog' tomida agar egnadin tikan qilg'il. Batta endi ma'no ajoyib batta. Zohiriy ma'nosida ey bog'bon deyaptilar. Kuz lashkari bostirib kelsa, o'sha devorga o'g'ri kirmasin deb tikon terib chiqadi bog'bonlar, ha? O'sha tikonning o'rniga igna terib chiqsang ham baribir bostirib kirib xazonrezlik qiladi deyaptilar. Endi albatta yana endi botiniy ma'nosi xazon, ya'ni oshiqni sarg'aygan yuzi, jamoli, ishq tufayli. Bog'bon esa piri murshid. Ishq shamoli oshiqni xazon kabi quritib, sarg'aytirib qo'yadi oxiri deyaptilar. Ya'ni bu albatta ikki xil ma'noda endi. Zohiriy ma'nosi alibo. Yuzingda terni ko'rib o'lsam, ey rafiq meni gulob bilan yu gul bargidan kafan qilg'il. Aytayaplar, ey birodar, yorni vasliga yetib yuzidagi terni ko'rib o'lsam, gulob bilan yuvinglaru gul bargidan kafan qilinglar. Ya'ni inson o'limi tufayli haqni huzuriga borishda suv bilan poklanib, gulga borib ma'shuqaga yuz bo'lishni orzu qilyaptilar albatta. Navoiy anjumani shavq jon aro tussang, aning bashog'li o'qin sham-i anjuman qilg'il. Ya'ni ey Navoiy deyaptilar. Ishqni shavqi joningda vujudga kelib, anjuman tutsang, butun vujuding bilan ishqni shavqiga burgansang deyaptilar. Yorni bashog'li o'qini anjumani sham qiling. Ya'ni inson ishqni shavqi tufayli behud bo'ladigan holatda ham bo'ladi. Bashog'li o'qdan murod yordan keladigan jabr. Vujudingni ishqni shavqi egallagan paytda yordan keladigan jabr ham yoqimli paydo ko'rinadi deyaptilar. Yordan keladigan jabr ham. Bu Fuzuliyda ham bor-ku. Oxirgi baytida Navoiy anjumani shavqijon aro tussang, aning bashog'li o'qin shami anjuman qildi. Jon so'zidagi alifni shamga o'xshatyapti. Bu yerda haligi harfiy o'yindan ham Navoiy ustamonlik bilan arabchasiga jon so'zini yozganda o'rtada alif shamni singari tikadi. Alifni o'zi ma'nosi ham Alloh degan ma'noni bildirganligi uchun ham Navoiyni joni shu uzilganda shunaqa bir Allohning shami yonib tursin nomida. Chiroyli. Rahmat, mana chiroyli bir-birimizni to'ldirib chiroyli suhbat qilyapmiz. Navoiyning endi baytlaridagi hikmatlar juda beqiyos. Rahmat, sog' bo'ling.